Xitay iqtisodining pat yaqinda gumron bo'lganligining 10 alomati. Ba'zi analizchilar ko'p yillardan buyon bu asrdagi eng cho'ng va eng oxirgi iqtisodiy bihron Xitoyda portlaydi deb ogohlantirib kelgan edi. Ularning deganidek, hozir Xitoy iqtisodidagi yeriqlar kengayotidi. Eng nachar ahvolga tayyorlik qiladigan payt keldi. Xitoyning hamoqat iqtisodshunoslar tarafidan muvaffaqiyatning yangi andisi deb ta'riflangan. Davlat yetakchiligidagi o'zgacha kapitalizm andisi bor. Ammo analizchilarning qarashicha, Xitoyning andisi va iqtisodi talto'kis mag'lub bo'ladi. Hamda hukumat yetakchiligidagi planliq egilikning erkin bozor egiligidek unumdor emasligi to'liq isbotlanadi. Xitoy hamma narsani, jumladan turalg'u, ishxona, savdo saroy, ul asliha qatorliqlarni chekdan oshirib bino qildi. Va uning chekdan oshirib bino qilish ko'lami planliq egilikdagi yangidan gullanayotgan boshqa har qanday davlatning 2 hassiga to'g'ri keladi. Amaliyotda oldingi qitimliq hukumat yetakchiligidagi haddidan ziyoda mablag' selish to'lqini Sharqiy Janubiy Osiyoda qo'zg'algan bo'lib, bu 1997 yilning oxiridan 2002 yilning oxirigacha davomlashgan pul muomala krizisini keltirib chiqargan edi. Lekin Xitoy navbatda duch kelish oldida turgan krizisning oldida Sharqiy Janubiy Osiyodagi shu qitimliq krizisni tilga ilishqimi arzimaydi. Xitoydagi bu krizis favqulodda og'ir oqibat ko'rilmasdan oyoqlashishi mumkin emas. Undaqda Xitoyning iqtisodi qachon yemiriladi? Balkim siz o'ylagandan xeyli baldir bo'lishi mumkin. Tövendikilar Xitoy iqtisodining halok bo'lishga oz qolganligining 10 turlik alomatidir. Birinchi alomat, yaqinda, ya'ni uy mulk bozori turg'unlashib qolgan mezgilda Xitoydagi bir cho'ng uy mulk shirkati tunji qatim turalg'i uylarni asli bahosidan 60% tuvallatib setishni qaror qildi. Bu Xitoy iqtisodini gumron qiladigan, kishini cho'chitadigan bir qadamdir. Chunki ilgari boy Xitoylar o'chratib turib, quruq uylarni saranglarcha yuqori bahoda setib olgan edi. Shunga uy mulk shirkatlari bahoni tuvallatib, ularning mablag'ining kursini tushirayotganda, ular g'azabdan yerilg'udak bo'lib ketishidi. Bir necha yurish uy setib olgan Xitoylar bor. Hozir bular bir uyni setib, shu orqali yana bir uyning rani pulini qaytarmoqchi bo'lyotidi, deydi uy mulk vakolatchisi Yangji. Uning bir xaridori bultur $230,000 bir uy setib olgan. Ammo hozir mazkur bahoni 60% tuvallatmasa, uyni sotolmaydi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoydagi iqtisodiy ko'pik yerilganda nima ishlar yuz berdiganligining real o'rnaklaridan biri shuki, 2018 yil 11 oyda Xitoyning Jiangxi o'lkasida uylarni to'liq bahoda setib olgan kishilar yangi uy setib olguvchilarga bahoda 30% e'tibor berilganligini bilgandan keyin g'azabdan o'zlarini tutib ololmay uy mulk shirkatining setish ishxonasiga hujum qilgan. Ammo texmi ko'p uy mulk shirkatlari naq pul jug'lash va vayron bo'lishdan saqlanish uchunla bahoni tushirishga majbur bo'lg'achqa, bu xil baho tushirish to'lqini tez suratda avjiga chiqishi mumkin. Ikkinchi alomat, 2018 yilning 5idan boshlab Xitoyning pay bozori qimmati 27% dan ko'proq tuvalladi. Buningga iqtisodiy o'sishning ostilishi, qarzning ko'payishi va sobiq Amerika prezidenti Donald Trump qo'zg'agan savdo urushi qatorliqlar ta'sir ko'rsatdi. Halbuki kelgusida shirkatlarning pay chekini setish to'lqini Xitoy bozorini texmi chekintirib etishi mumkin. Xitoyda yuzlagan shirkatlar pay chekini qarz uchun rani buyum o'rnida ishiltidi. Ammo pay chekining qimmati tuvallab, ma'lum chekka yetganda shirkatlar qarz hisobini taqponlashtirish uchun pay chekini setishga majbur bo'ladi. Bloomberg agentligining xabariga ko'ra, taxminan 4 trillion 180 milliard yuan, ya'ni 63 milliard dollar qimmatidagi pay cheki shirkat xo'jayinlari va boshqa asosliq mablag' solg'uvchilar tomonidan qarz rani buyumi sifatida ishiltilgan. Xitoy aksiya tizimlash Roschot shirkatining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bu Xitoy pay bozori qimmatining taxminan 11% ni egallaydi ekan.
Changfeng aksiyaning Janubiy Xitoy səhər pochtasi gazeti tarafidan naql qilingan dokladida ko'rsatilishicha, Xitoydagi 600 dan ortiq shirkat pay chekini sotmas bo'lmaydigan holga tushib qolgan. Hangzhou Jinshi mablag' silishni boshqarish sherikchilik korxonasining bosh mablag' silish mas'uli Wang Xing Janubiy Xitoy səhər pochtasi gazetiga mundaq dedi: "Bu bir nachar aylanish. Pay bahasining tövallishi uni naqd pulga aylantirishga, ya'ni setishga sabab bo'ladi. Naqd pulga aylantirish pay bahasining texmi tövallishiga sabab bo'ladi." Tahlilchilar bu yuzlanish balkim bu yil Xitoy bozorida ko'rilgan shiddatlik tövallashni texmi aditivishi mumkin deb qarashmoqda. 3-alomat Xitoydagi millionerlarning 50% chet elga ko'chishning ko'yida. Chunki ular hukumatdan yoki iqtisodiy ko'pikdan xotirjam emas. Buningdan sirt Xitoydagi muhit bulg'inish chidiqsiz darajaga yetdi. Shundaqla Xitoy boylar balalarini ingliz tilida tarbiyalashni o'ylaydi. 4-alomat dunyodagi sommasi eng yuqori uy mulk sodasida 5 milliard 500 million dollar to'lagan darajadan tashqari boy Xitoy mablag' solg'uchilar setib olgan uylarni qavatma-qavat sotmoqda. Bu ko'pik yerilishdan ilgari pulni tirildirib olish o'rnishidir. 5-alomat Xitoydagi bir qism g'olliq uy mulk shirkatlari vayron bo'ldi. Zo'r sommalik qarzga bo'g'ilgan bu shirkatlar Xitoy bank sistemasiga eng cho'ng tahdid elib keldi. Halbuki Xitoyning bank sistemasi o'tgan bir qancha yildagi eshishda boshqa har qanday sijil taraqqiyot metodlaridan bakrak soy bankchilik va ikkilamchi qarzga tayangan edi. Xitoydagi uy mulk shirkatlarining qarzi og'ir. Yana kelib ko'pinchisi qisqa muddatli bo'lg'achqa bu qarzlarni qaytarishdagi bosh qitiqchiligi Xitoy shirkatlarini, ya'ni qarz qaytarish uchun takror qarz olish, natijada bargan sir qarzga bo'g'ilib, oxirida vayron bo'lishdan iborat yana bir nachar aylanishga so'rab kirdi. 6-alomat Xitoyning nachar qarzi tez oshmoqda. Xitoyning gardinidagi 35 trillion dollarlik ommaviy va shaxsiy qarz dunyo iqtisodi uchun g'oyat zo'r xavfdir. 2008-yili Xitoyning umumiy qarzi ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining taxminan 141% ga to'g'ri keladi. 2018-yilning o'ttirlariga kelganda bu nisbat 300% ga chiqdi. Buncha qisqa vaqt ichida bunday ko'p qarz olgan davlatlar odatda qattiq iqtisodiy chekinishga duch keladi. Ana shu sababdan hammaylar, jumladan akademiklar, xususiy banklar, xalqaro pul fondi tashkiloti, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, xalqaro Roschot bankisi va Xitoy xalq bankisining boshlig'i qatorliqlar bu jihatda ogohlantirish berishdi. 7-alomat Xitoyda iste'molchilar qarzining ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatida egilagan nisbatining 39% ga chiqishiga ergishib, iste'molchilar qarzi kishini tashvishlantiradigan saviyaga yetdi. Shunisi aniqki, uzun muddatni nazarda tutganda iqtisodiy o'sish cho'qim iste'molchilar tarafidan yetaklanishi kerak. Lekin masala shuki, Xitoyning oila qarzining GDP'da egilagan nisbati Norvegiyadan boshqa barliq davlatlarninkidan ko'p eshib ketdi. Gerçi ba'zilar Xitoy fuqarolarining qarzining o'z ilkidagi kirimiga bo'lgan nisbatining Amerika fuqarolarininkiga qaraganda yuqori, ya'ni Xitoyning 118%, Amerikaning 104% ekanligidan hayron bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon qarz qaytarish nisbatimi ko'rinarli oshdi. iste'molchilarning texmi qimmat qarz elish metodini qo'llanganligini, ya'ni kredit kartasi ishlatganligi yoki qisqa muddatlik qarz olganligini nazarda tutganda bu nisbat davomli eshishi mumkin. 8-alomat tadqiqotchilarning o'z dokladida ogohlantirishicha, Washington bilan Beijing o'rtasidagi savdo urushining texmi kaskinlashishi, jumladan pul muomala mahsulotlari yoki savdoga qartilgan jazo Xitoyda pul muomala krizisini keltirib chiqarishi mumkin. Xitoy Xalq universiteti davlatlik taraqqiyot va strategiyalik tadqiqot o'rni e'lon qilgan tadqiqot dokladida Amerika savdo urushida Xitoyning pul muomala bozorini
pul muomala mulklarini va Xitoy pulini cheklash, hatto talto'kis vayron qilish uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan o'ch elish xarakterli bir qator tadbirlar ko'rsatilgan. 9-alomat Xitoydagi barg'ansir adavatgan ishsizlik krizisi. Xitoy davlat ichi iqtisodining tuvallash besimi ishga o'rinlashish vaziyatini favqulodda nacharlashtiribdi. Hatto navbatda Xitoyning eng tez taraqqiy qilgan internet sohasimi chekinish holatida turmoqda. Xitoyning Baidu, Alibaba va Tengshun qatorliq fan texnik shirkatlari xizmat izlaguvchilar uchun ko'ngildagidek tanlash edi. Ammo Alibaba shirkatining maktablardan xizmatchi qabul qilish salmoqini to'vallatganlik xabari to'rda g'ulg'ul qo'zg'adi. Shuning bilan bir qatorda Baidu va Jingdong shirkatining jamiyatdan xizmatchi qabul qilishni to'xtatganligi va Tengshunning taxminan 6000 xizmatchini ishdan bo'shatadiganligi to'g'risida gap so'zlar mavjud. Garchi mazkur shirkatlar bu gapni inkor qilgan bo'lsa-mu, ammo odam kuchi boyligi sohasidagi tadqiqot sonliq ma'lumotlari boshqacha bir hikoyani bayon qilmoqda. Ma'lum bir xizmatchi qabul qilish supasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2018 yilning 3-faslda Xitoyning internet sohasidagi xizmatchi izlash e'lonlarining soni 2017 yildagi o'xshash mazgildagiga solishtirganda 51% azaygan. Bu mazkur sohadagi ehtiyojning o'da 2-fasl tuvallishi bo'lib, xizmat o'rnining azayishi butun mamlakatning o'rtacha saviyasidan xeyli yuqori bo'lgan. Internet sohasidagi xodim qisqartish ahvollari nisbatan ro'shan bo'lsa-mu, ammo yosimchilik sohasidagi zo'r ko'lamli xodim qisqartish ahvoli kishilarning yetarlik diqqatini qo'zg'amadi. Xitoyning yosimchilik sohasida kishini andishiga soladigan bir qator ishga o'rinlashish krizisining alomatlari ko'rilmoqda. Xabarlarga qaraganda, Tayvanning elektr mahsulotlari guruhi Foxconn 2019-yili dunyo miqyosida 340 ming xizmatchini qisqartib, chiqimni 20 milliard yuan, ya'ni 3 milliard Amerika dollari azaytmoqchi bo'lgan. Xitoydagi boshqa sohalardagi ishga o'rinlashish ahvolimi ko'ngildagidek emas. Vositachilik kasbining yarim yillik dokladida ko'rsatilishicha, 9 vositachi shirkat 4186 xizmatchini ishdan bo'shatgan. Buningdan sirt, har yili yangi oliy maktabni bitirgan son-sanoqsiz o'quvchilarning xizmat bozoriga eqishiga ergishib, umumiy ishga o'rinlashish besimining texmi kuchayishi aniq. Yaqinqi yuzlanishdan qaraganda, Xitoydagi ishsizlik xavfi kun sari kuchayib, ishsizlik nisbati xatarlik saviyaga yaqinlashdi. 10-alomat tahlilchilar Xitoy iqtisodi mo'ljaldagidan tez chekinyotdi, ammo eng nachar ahvol texi yetib kelmadi deyishmoqda. Xitoy davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yili Xitoy iqtisodining o'sish sur'ati 28 yildan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan bo'lib, ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 6.6% eshib, oldingi yildagiga solishtirganda 0.2% tuvanlagan. Oldingi qitim iqtisodning o'sish sur'ati bu qadar tuvan bo'lgan vaqt 1990-yili bo'lib, ayni vaqtda Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Xitoyning iqtisodi tuvanlagan edi. Agar siz 2018-yilni Xitoy iqtisodi uchun xiris deb qaragan bo'lsangiz, shuningdan keyingi yillar texmi nachar bo'lishi mumkin. Bizga ayonki, navbatda Xitoyning vaziyati oldingi qitimliq iqtisodiy krizisdan ilgariga qaraganda ko'p nachar. Hozir vaziyat keyingi qitimliq iqtisodiy krizisning shapisidir. Ammo ko'p sondagi Xitoylar bu vaziyatdan bexabar.